Dafn marosimidan 1 soat o'tmay tanangiz tuproqqa qo'shila boshlaydi. Yig'i-sig'ilar sekin tinadi. Yaqinlaringiz esa yeyish-ichish haqida o'ylay boshlaydi. 3 soat o'tgach tomirlaringizdagi qon soviydi. Ta'ziya bildirishga kelganlar esa sport, siyosat va kundalik mavzularini muhokama qilishadi. 6 soatdan keyin tanangiz shisha boshlaydi. Odamlar uylariga qaytadi. Hayot yana o'z oqimiga tushadi. Kelajak rejalari tuziladi. Bir kun o'tgach, a'zolaringiz chiriy boshlagan paytda ham telefoningizga xabarlar kelishda davom etadi. Bir necha kundan so'ng tanangizda o'limning binafsha va qizil izlari paydo bo'ladi. Ishxonangiz sizni ishdan bo'shatadi va o'rningizga boshqa odamni olishadi. 2 hafta o'tgach, tishlaringiz to'kila boshlaydi. Farzandlaringiz esa meros masalalarini muhokama qilayotgan bo'ladi. 3 oy o'tgach, tanangiz butunlay chirib bitadi. Turmush o'rtog'ingiz esa kundalik hayotiga qaytib seriallarini ko'ra boshlaydi. 10 yil o'tgach, sizdan faqat suyaklar qoladi. Bir do'stingiz eski suratingizga qarab sizni eslab qo'yadi xolos. Xulosa shuki, shu qadar tez unutiladigan bo'lsak, bu dunyo uchun jon kuydirishga arziydimi? Mansab, boylik, g'urur va adovat uchun yashash oqilonami? Insonni o'limdan keyin faqat 2 narsa qoldiradi: yaxshi amallari va ortidan aytiladigan duo. Demak, yashashdan maqsad ko'proq iz qoldirish emas, balki ma'noli, halol va foydali hayot kechirishdir.